Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizda yangi rubrika. Biz mijozlarimiz bilan ularning Isuzu haqida bo'lgan fikrlar va Imagine bilan hamkorlik haqidagi fikrlarini bilib o'tamiz. Bugungi bizning mehmon, ya'ni biz bugun ularda mehmon bo'lamiz. Mission Foods kompaniyasi rahbari Rahmonov Abduvosit aka. Assalomu alaykum. Ismim Abduvosiq Rahimjonov, Mission Foods kompaniyasining rahbariman. Bugun sizlarga o'zimizdan kompaniyamizning faoliyati, servisimiz haqida gaplashamiz. Korxonamiz asosan hozirgi kunda oziq-ovqat shoxobchalari, kafe, restoranlar ta'minoti bilan shug'ullanadi. Faoliyatimizni 2021-yildan beri boshlaganmiz. Faoliyatimizni boshlashga asosiy turtki maqsad demak o'sha paytdagi 20-21-yillarda Toshkentdagi, O'zbekistondagi xorika deyiladi. Bu xorika inglizcha abreviaturadan olingan. Hotel, restoran, kafe. O'sha xorika segmentida ma'lum bir xizmatlarga talab kuchaygan. Demak, o'zi kafe, restoranlar ularning ta'minot tizimi bu kafe va restoranlarning ishi emas. Ularga bu qo'shimcha ish. Ularga bu og'riqli nuqta. Bozorda shu xizmatga talab boshlaganligi uchun o'rganganmiz va o'zimizning xizmatimizni Toshkentda, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan kafe va restoranlarga taklif qilganmiz. Ularga ma'qul kelgan. Keyin sekin-sekin boshlaganmiz. Hozirgi kunda asosiy faoliyatimiz shu aytayotganimdek xorika segmentida kafe, restoranlarning ta'minotini o'zimizga olganmiz. 200 dan ortiq kafe va restoranlar soni bo'yicha 200 ga yaqin kafe, restoranlarning ta'minoti bilan shug'ullanamiz. Katta asosiy brendlardan bu Maxway, Bellissimo Pizza, mana yaqinda O'zbekistonga yangi kirib kelgan Burger King restoranlar tizimiga 100%lik shu ta'minotini qilib beryapmiz. Demak, shu nonlardan boshlab, shu ichida ishlatiladigan go'sht, sabzavot hammasini yetkazib berasiz. Endi oziq-ovqat va non-oziq-ovqat mahsulotlari hammasi. Uning ichiga oziq-ovqatdan saqlanish rejimi bo'yicha sovuq, muzlatilgan bo'ladi. Keyin non-oziq-ovqatlar o'tda korobkasidan, upakovkasidan tortib to oxirgi ximiyasigacha professional ximiyasi bo'ladi. O'sha tozalovchi anaqalari sredstva deydi-yu, shulargacha yetkazib beramiz. Buni o'zimiz bozor o'rganamiz. O'zimiz o'sha yetkazib beruvchilar bilan shartnoma tuzamiz. Keyin ularni olib kelamiz. Kerak bo'lgan miqdorda o'rganib chiqib o'zimizda saqlaymiz va bitta tugma orqali mijozlarimizga yetkazib beramiz. Bu sohaga necha yil bo'ldi kirib kelganingiz? Necha yildan beri faoliyat? Endi meni kirib kelishim deb endi men haqimda emas, ko'proq Mission Foods haqida gaplashaylik. Mission Foods haqida men bu yerda rahbarman, lekin Mission Foodsning faoliyati 2021-yildan beri boshlangan. O'sha aytganimdek, bozor rivojlanib boryapti. Oziq-ovqat bozori ham, restoran, kafe, oziq-ovqat yetkazib berish bozori ham rivojlanib, kengayib boryapti. Unda qo'shimcha xizmatlarga talab kuchayapti. Shuning uchun mehnat taqsimoti degan narsa bor. O'sha biz o'zimizning joyimizni topganmiz va shuna qilib biznesimizni boshlaganmiz. Bu oxirgi olgan 10 tonnali Isuzu'miz. Bu texnikamizni xarid qilganimizga 3 kun bo'ldi. Oxirgi olgan texnikamiz 10 tonnali Isuzu. Hozirgi kunda davlat organlaridan qayd qilish prosesi ketyapti, registratsiya qilish. Nomer taqib, orqasiga ko'zi filsa bo'ldi. Bu ham xudo xolasa o'sha chiqadi konvoy. Isuzu texnikalarimizdan bittasi qolgan, hammasi hozir anaqada. Liniyada. Liniyada. Bu 3 tonnali Isuzu. 3 tonnali deymiz.
Bu hozir dejurniy turibdi. Ha. Mabodo срочный вызовlar. Ha, qo'shimcha zakazlar, qo'shimcha vizitlar bo'lib qolsa yetkazib beriladi. Birinchi korxonangizga xarid qilgan avtomobilingiz qaysi avtomobil bo'lgan? Boya aytib o'tdim, bizani korxona asosan shu kafe va restoranlarni ta'minot bilan shug'ullanamiz. Bu uchun bizani o'zimizani, demak, birinchi bozorni o'rganadigan bo'limimiz bor. Bozordagi yetkazib beruvchilar bilan oldin bozorni o'rganadi, keyin ular bilan kontraktlar tuzadi. Kerak bo'lgan miqdorda o'zimizga xarid qilamiz, чтобы bizani restoran va biza ta'minlayotgan restoran va kafelarimizda bizani o'zimizdan terminimiz bor, stopga tushmasin deyiladi. Demak, o'sha ta'minotimiz uzilmasin degan uchun, deyish uchun skladlarimizga, omborxonamizga shuni g'amlaymiz kerak bo'lgan miqdorda. Va buni kelgan mijozlarimizdan birinchi o'sha kliki deydi, birinchi zaявкасы bilan yetkazib beramiz. Bu yetkazib berishda bizlarda Toshkent shahardan boshlaganmiz. Birinchi olgan mashinamiz bizda adashmasam Gazel bo'lgan. Gazel Sobel deyiladi. Orqasida mosti bir mostli Sobel. Keyinchalik ishimiz ko'payib, mijozlarimiz kengayib bo'lgandan keyin mashinalarimizni ko'paytirib borganmiz. Hozirgi kunda Toshkent shahar va respublika bo'yicha 15 ga yaqin avtomobillarimiz bor. Bu 3 tonnali yuk tashuvchi mashinalardan boshlab 10 tonnaligacha. Asosiy qismi, hozirgi kunda asosiy qismi Isuzu brendiga tegishli bo'lgan mashinalar. Endi shu такой kulminatsionni joyiga kelsak, Isuzu dedingiz, Imagine'ga qanaqa chiqqansizlar, qanaqa topgansizlar, nega именно Imagine'ni diler sifatida tanlagansizlar? Endi bizani yetkazib berish faoliyatimizda kammi ko'pmi ozgina tariximiz bor. Ruscha gapirganda opit deydi, opitimiz bor. Va har xil texnikalarni xarid qilib ko'rganmiz. Bizani yetkazib berayotgan mahsulotlarimiz asosan oziq-ovqat mahsulotlari bo'lganligi uchun juda nozik. Bu odamni sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan mahsulotlar, ularga ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlar juda ham nozik. Uni temperatura zanjiri bor, uni saqlab bilishimiz kerak. Undan tashqari sanitarniy talablari bor. Vaqt bo'yicha talablari bor. Shularni hisobga olgan holda hozirgi oxirgi paytda ko'proq o'zimizni nima deydi, tovushimizni, o'zimizni anaqamizni ko'proq Isuzuga qaratyapmiz, chunki ko'rdik, solishtirib ko'rdik, qolgan brendlarga qaraganda ancha sifatliroq, ishonarli, ishonsa bo'ladigan texnika. Mana kecha ham 2 kun bo'ldimi, borib o'sha navbatdagi texnikani olib keldik. 10 tonnalikni. Hozir davlat tizimlaridan uni ro'yxatdan o'tkazish, yana qo'shimcha qayta jihoz anaqalari ketyapti. Xo'p, Isuzu avtomobillarini demak sizga o'sha надежность deydi-yu, надежностьligi, xavfsizligi, bezopaslik kriteriylarga javob berganligiga tanlov bo'lgan. Imagine firmasigacha. Imagine, men o'zi O'zbekistonda JICA degan tashkilot bor. Bu yapon biznesini butun dunyo biznes hamjamiyati bilan integratsiya qiladigan jamiyat. O'zbekistonda ham, Toshkentda ham ularning головной ofisi bor, JICA degan. Bu JICA tashkiloti o'zida o'quv kurslarini tashkil qiladi. Qolaversa, Yaponiyaga ham biznes safarlar tashkil qiladi. Shunaqa bu JICA tashkil qilgan o'quv kurslaridan men o'tganman. Endi balkim bilishar, PMPda o'qiganman, undan keyin yana qo'shimcha kurslarda o'qiganmiz va keyin ular bizga biznes
nima deydi, biznes sayohat deydimi, biznes tur deydimi, Yaponiyaga tashkillashtirib berishgan. Yaponiyaga ham safar qilganmiz. Yaponiyaga safar qilganda o'sha borib ko'rganmiz. Yaponiya вообще biznes olami qanaqa shakllangan, qanaqa ishlayapti hozirgi kunda, ularning вообще tarixi qanaqa, madaniyati qanaqa. Bu shularni ko'rganmizda Isuzu'ni ham borib ko'rganmiz. Isuzu nomi o'zidan o'zi kelib chiqib qolmagan. U ham ko'p yillik tarixga ega bo'lgan, bozorning talablariga qarab shakllanadigan brend. Va O'zbekistonda shu brendni, shu aytaylik madaniyatni bizga olib kirgan va taklif qilayotgan korxonalardan bittasi bu Imagine deb bilaman. Bu ofitsialniy dealer Isuzu'niki. Shunaqa qilib tanishganmiz. Bu tanishuvdan oldin aytdingiz, opit bo'lgan, har xil texnikalarni ishlatib ko'rganmiz, o'sha qilganmiz. Qanaqa muammolarga duch kelgansiz? Qarang, texnika muammosi juda nozik muammo. Bizani O'rta Osiyo, O'zbekiston regioni juda issiq klimatga ega bo'lgan region. Oziq-ovqat yetkazib berish sohasida холодная цепочка, demak, o'sha sovuq zanjir degan narsa bor-da. O'sha oziq-ovqat mahsulotlariga qo'yiladigan talablardan bittasi oziq-ovqat холодный o'sha sovuqlik zanjirini ta'minlab berish. Biza hozirgi foydalanayotgan texnikalarimiz shuni ta'minlab beryapti-da. Issiq kunda ham, sovuq kunda ham temperaturali rejimlar bor, 2-4, -18. O'shani biz ham ta'minlab beryapmiz klientlarimizga. Asosan shu Isuzu brendi orqali. No boshqa brendlarga tegishli bo'lgan avtomobillarimiz ham bor. Ko'proq biza o'zimizning anaqamizni Isuzuga qaratyapmiz hozir. Chunki sifatli, ishonchli. O'zbekcha gapirganda biror bir joyga bir ishni buyursangiz, muammo qilmasdan ishni bitirib keladi. Avtobusdagi o'zingiz haqida, biznesingiz haqida, nimadan boshlagansiz? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Siz aytayotgandek, mana hozir ko'plab kafe, restoranlar ochilib boshlayapti. Bu degani yangi tadbirkorlar ham ko'payyapti-da. Va shu yosh, yangi ochilayotgan tadbirkorlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? O'zingiz ishni opitingizdan kelib chiqib. Endi tadbirkorlik o'zi nima degani? Tadbirkorlik degani bu birovga manfaat keltirish. Tadbirkorlikning tagida pul ishlash yotmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Qaysi bir odam, qaysi bir korxona qolganlarning muammosini yaxshiroq, yengilroq va tezroq yechib bera olsa, o'sha korxona, odam yo tadbirkorning ishi yaxshiroq bo'ladi. Yoshlarga maslahatim, tadbirkorlikni tanlayotganda undan farqi yo'q. Nima ish bilan shug'ullanadi va qanaqa bo'ladi? Asosiy maqsad ko'proq manfaat keltirish. Jamiyatga, davlatga, odamlarga ko'proq manfaat keltirsa, o'sha manfaatining keyin kelajakda monetizatsiya deydi, pulga almashtirishi mumkin. Manfaat keltira olmasa, foyda keltira olmasa, unaqa faoliyatdan foyda yo'q hech kimga. Servis haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi Yaponlar ham avtomobil bozoriga o'zini joyini olish uchun servis bilan kirib kelgan. Bozor, avtomobil bozori juda ham zich, o'yinchilar juda ko'p. Hamma o'zini taklifini beradi. Yaponlarning asosiy ustuvor bergan taklifi servis bilan bog'liq bo'lgan, bilishim bo'yicha. O'zbekistonda ham bu narsa yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zi ko'p ham buzilavermaydi yapon texnikasi. Lekin buzilgan paytda Imagine'ning partnyor kompaniyaligisi bor. Partnyor nima bo'ladi o'zbekchasiga? Hamkor. Imagine'ning hamkor kompaniyalarga bor, bilishim bo'yicha. Ularga murojaat qilamiz. Endi servis bo'lganda
u avariyniy servis emas, bu sezonniy servislar. Misol uchun qishga kirishdan oldin yoki yozga chiqishdan oldin o'sha paytda sezonniy obslujiyalar bo'ladi. O'sha paytda borib servis yo'liga yaxshi yo'lga qo'yilgan. Isuzu'ni zapchastlari bo'yicha Toshkentda, O'zbekistonda hali muammoga duch kelganimiz yo'q. O'zi shu imенно обслуживание haqida fikringiz qanaqa bo'yi? Qarang, shunga bitta case aytib beraman. Bitta oddiy holat aytib beraman. Bo'lgan kecha kundagi holat. Hamma biznes har doim o'zini faoliyatini optimizatsiya qilib boradi. Chunki bozorda optimizatsiya qilib bormasa, yangi o'yinchilar paydo bo'ladi va bozorda yutqizib qo'yish mumkin. Konkurensiya katta hamma joyda. Shuning uchun har doim o'rganishda bo'lish kerak. O'zini faoliyatini yangitalab davomiy optimizatsiya qilib borish kerak. Bu oxir oqibat ko'rinishi pulda ko'rinadi. Bizga berayotgan xizmatda tan narxini tushirishga harakat qilamiz. Chunki oxirgi potrебитель unga farqi yo'q. Unga u aytaylik o'sha pizzanimi yoki o'sha bir oziq-ovqat mahsulotlarinimi, burgerimi, qanaqa mashinada olib kelgansan, kim olib kelgan, unga вообще farqi yo'q. Unga sifatli bo'lish kerak va arzon bo'lish kerak. Oxirgi mijozning talabi shunday hozirgi kunda. Demak, biz ham o'zimizga maqsad qo'yganmiz, davomiy ravishda faoliyatimizni optimizatsiya qilib borish. Shunaqa optimizatsiyalardan bittasi, demak, yuk tashish xarajatlarini kamaytirish uchun dizeldan emas, o'sha Isuzu'ni proba qilib ko'rdik, metanga o'tkazib ko'rdik. Chunki dizelga qaraganda metan ancha arzonroq. Yuk tashish tan narxini kamaytirish uchun. Mana kecha kunda bo'layotgan holat Imagine'da partnyorligi bor. Gaz dvigatellari deganda bizga dvigatelimizni qayta jihoz qilib berishdi, motorni qayta jihoz qilib berishdi, dizeldan metanga. Probniy yuk tashiyotganimizda yo'lda buzilib qoldi. Hech qanaqa gap so'zsiz o'zigina operativniy gruppa yetib bordi. Hatto u Samarqand viloyatiga yaqinlashgan Vyshiy tochka degan post bor. Shu yaqin joyda buzilib qoldi. Hech qanaqa gap so'zsiz operativniy gruppasi bordi. Remont qilishdi, mashinani zavat qilishdi. Mashinani o'tda yurg'izish ma'lum bir risklarga ega bo'lganligi uchun treyler olib kelib, treylerga ming'izdirib Isuzu'ni qayta Toshkentga olib kelib, Toshkentda yana uni qayta ko'rikdan o'tkaztirib, shuning uchun men ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Yaxshi komanda, ishligini yaxshi yo'lga qo'yishgan, muammo ko'rayotganimiz yo'q. Rahmat javob uchun. Keyingisi. Xo'p. Adashsam aytib ketdingiz, soni nechta Isuzu mashina ishlatishingiz? Umumiy 15 tada, uni 80-90% hozir Isuzu, chunki yildan-yilga faqat Isuzu olib boryapmiz. Hozir yangilayotgan parkimiz asosan Isuzu. Asosan emas, faqat Isuzu. Bizda aytib o'tishim ham mumkin. Yozib olishingiz mumkin. Hozir bizda vaqt kelsa dilema turadi. Boshqa brendda Toshkent avtomobil bozorida bor bo'lgan boshqa avtomobillar ham bor. Isuzudan narxi kerak bo'lgan joyda ancha past. Lekanda oxirgi mashinamizni ham Isuzu oldi. Nimaga? Chunki ishonchli. Biz ishonamiz. Shu aytgan ish qiladi, borgan degan joyga borib keladi va muammo tug'dirmaydi. Biza ko'proq endi Isuzu avomimizni maqtamaymiz. Biza o'zimizning mijozlarimizga mahsulotlarni o'z vaqtida va sifatli yetkazib beryapmiz deb ayta olamiz. Va shuning uchun biza ishonchli bo'lgan texnikadan foydalanishimiz kerak. Shu biznesning ключевой momenti ham shu. Asosiy ключевой momentlardan bittasi o'zi shu. O'shanga supply chain deydi. Yetkazib berish zanjirida o'sha transport tizimi asosiy ahamiyatga ega bo'lgan joy. Sizningcha muvaffaqiyat nima? Muvaffaqiyat kaliti bosmi yo'q, kalit yo'q o'zimi? O'zi. Muvaffaqiyat juda относительный, bu solishtiradigan narsa.
muvaffaqiyat o'sha boshida so'zimizdan boshida aytib o'tganimizdek, birovga foydali bo'lish. Birovga qancha manfaatingiz ko'p tegsa, shuncha muvaffaqiyatli bo'lib borasiz. Sizni muvaffaqiyatingizni o'zingiz belgilamaysiz. Siz bilan ishlayotganlar belgilaydi. Siz o'zingiz men muvaffaqiyatliman yo muvaffaqiyatsizman deya olmaysiz. Biznesda bozori sizga bo'lgan javobi, bozori sizga bo'lgan e'tibori, bozori sizga bo'lgan munosabati muvaffaqiyatingizni belgilaydi. Bu o'sha foydali bo'lish, manfaatli bo'lish. Rahmat javob uchun. Keyingi savol. Sizda shunaqa vaziyat yoki nima deydi, shunaqa vaqt bo'lganmi, hamma narsani yig'ishtirib tashlab yuborish kerak bo'ldi, men chiqaman degan bo'ladi. Baribir kritik momentlar. Yo bo'lmaganmi bunaqa holat? Endi bunaqa vaqt bo'lmaganmi ayta olmayman-ku, lekin bizning ishimizda asosiy bizga turtki, bizga endi hozir motivatsiya deydimi, beradigan narsa bizani qilayotgan ishimizdan удовольствие deydi-yu. Удовольствие nima? Qoniqish olish. O'sha O'zbekiston hozirgi yangi O'zbekiston siyosatida biz ham shu rivojlanishiga qo'shayotgan hissamizni ko'rayotganimiz, bizlar bilan ishlayotgan brendlar o'sha o'sib borayotganligini ko'rishimiz, ular ham o'sib borayotganligi aytaylik, bizlar bilan ishlayotgan o'sha brendlar Maxway'mi, Bellissimo Pizzami yo boshqa brendlarmi, ular qo'shimcha savdo nuqtalarini ochishi, shuni ko'rganda biz haqiqatan o'zimizda ishimizga nisbatan qoniqish hosil qilamiz va biz o'zimizni mijozlarimiz bilan birga xursand bo'lamiz. Ya'ni har qanday keladigan qiyinchilik, stress momentlarini shu narsa baribir bosib o'tadi. Albatta. Bizlar bilan ishlayotgan hamkorlarimiz deylik, bizlar bilan ishlayotgan hamkorlarning yutuqlarini ko'rganda o'sha bizni duch kelayotgan qiyinchiliklarni o'sha bosib o'tishimizga yordam beradi. Unaqa menga yetadi, bo'ldi deya olmaymiz. Bu hayot, jarayon, munosabatlar, pasti ham bo'ladi, balandi ham bo'ladi. Shu aytganimdek, bizlar bilan ishlagan hamkorlarimizning yutuqlarini ko'rganimizda o'zimizda ishlayotganligimizga nisbatan o'zimizda qoniqish hosil bo'ladi. Bizlarni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, mijozlarimiz, hamkorlarimiz uchun nega Isuzu olishligini tavsiya qilgan bo'lardingiz va kim aynan olishligi kerakligi haqida aytib o'tsangiz, kimlarga kerak bo'lgan bo'ladi, kimga foydali bo'lgan bo'ladi shu avtomobillar? Xo'p, qarang. Bu savolga bunday javob beraman. Endi biznes rakursida qaraymiz, bozor rakursida qaraymiz. Bozorda takliflar ko'p. Va hozirgi kunda boshqa brendni nisbatan arzonroq bo'lgan takliflar ham bor. Mahsulotlar bor, avtomobil mahsulotlari. Biza o'sha boya aytib o'tdim, xorika segmentida ishlaymiz. Oziq-ovqat yetkazib berish, oziq-ovqat va uni mahsulotlarini yetkazib, xom ashyolarni yetkazish bilan shug'ullanamiz va biz bu sohada ekonom qila olmaymiz. Chunki bu jamiyatni, odamlarni, kirayotgan klient, bizani partnerlarga kirayotgan ularning klientlari, mehmonlarini sog'lig'i bilan bog'liq. Shuning uchun hozirgi bozorda, O'zbekiston bozoridagi takliflarning ichidagi eng ishonchli taklif bilan ishlaymiz. Bu hozirgi kunda bozorda endi dostupniy deydi. Bu Isuzu brendi. 4 yil 5 yildan beri ishlayapmiz. Bizani uyaltirgani yo'q. Qolgan brendlar nomini aytayotganim yo'q. Isuzu da nisbatan qolganlar nisbatan qimmatroq bo'lsa ham biza bu sohada iqtisod qila olmaymiz. Odam jamiyatda mehmonlar, klientlarning sog'lig'ida ustida pul ishlamaymiz va uni ustida iqtisod qilmaymiz.
Shuning uchun eng yaxshisi, eng sifatlisi va eng ishonchli bo'lgan brend bilan ishlayapmiz. Ya'ni kim sifat qidirayotgan bo'lsa, kimdir ishonchli brend kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Isuzuga murojaat qilishsa Albatta. bo'ladi. Bizani yetkazib berish mahsulotlarimizning ichida bir mahsulotimiz bor. Bu xamir. Sovutilgan xamir. Pitsa uchun sovutilgan xamir. Biz shu sovutilgan pitsa xamirini 2-6 gradusda undan yuqori uni tashib bo'lmaydi, chunki u o'zini xususiyatini yo'qotadi. Uni texnologlar yaxshi bilishadi. Shunaqangi talab qo'yilgan 2-4 gradus diapazonida yetkazib berishimiz kerak. Va hozirgi kunda butun respublika bo'yicha ishlab chiqarish korxonamiz shu yerda, joyimiz shu yerda, Toshkentda. Vodiyni 100% pakrevat qilganmiz. Qarshiga va Nukusgacha bo'lgan regionga, o'sha yerdagi restoranlarga yetkazib beryapmiz. Shu mahsulotlarning ichidagi bitta mahsulot bu xamir mahsuloti. Shuni 2-4 gradusda yetkazib beryapmiz. Uyaltirib qo'ygani yo'q. Demak, shunaqa juda nozik masalalarda ham ishonsa bo'ladigan texnika. Rahmat kattakon sizga vaqtingizni ayamaganingiz uchun bizlarni kuzatuvchilarimizga ishingizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Bizlarni korxonamiz tomonidan arzimasa ham qabul qilasiz. Imaginga qo'shimcha nima yana takliflar beramiz? Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish anaqasi kengayib boryapti. Segmenti deydimi, yo'nalishlari kengayib boryapti. Faqatgina hozir bizga taklif qilayotgan endi bu texnik masala. Bir mosli Isuzu berishyapti. Yo'q, uni sizlar ham o'zingizlarni mahsulotinglarning lineykasini kengaytiringlar. Chegaralanish kerak emas. Chunki shunga talab bor. Albatta. Shu sohada ishlab turibmiz va ko'ryapmiz. Lineykani kengaytirish kerak. Menimcha, olib kelsanglar, taklif qilsanglar, bozor bunga reagirovать qiladi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling.